Abu Ayyub al-Ansoriy hazratlarini qabrlari qanaqa qilib topilgan? Chunki ular Konstantinopol shahrini qamal qilib, mana shu joyni fath qilishga kelganlarida vafot qilganlar, shahid bo'lganlar. Oradan 7 asrdan ziyod vaqt o'tib, islom qo'shinlari Sulton Muhammad Fotih xon boshchiligida Konstantinopol shahrini fath qilishadi va u zotni ustozlari bo'lgan Allohning do'sti vali zot Oqshamsiddin hazratlari karomat yo'li bilan bu kishini joylarini aniqlaydi. Keyin kelib qozishganida u kishini vujudlari, muborak tanalari xuddi endi ko'milgan inson kabi churmagan holatda ko'riladi. Bundan ta'sirlanib ko'p askarlar kelib u kishini muborak oyoqlarini o'pib tabarruk qilib ketishadi. Navbat sultonga kelganda u kishi oyoqlarini tortadilar. Bu narsa tarix kitoblarida rivoyat qilinadi. Keyin xafa bo'lib uylariga borib yotgan paytlarida tushlariga bu zot sahoba kiradilar va aytadilarki, "Men Alloh rasulini maqtagan, o'sha hadisga loyiq bo'lgan eng yaxshi qo'mondonga oyog'imni o'ptirishga hayo qildim" deb aytganlar.